Lamine Yamal hozirgi futbol olamining eng yosh va umidli yulduzlaridan biri. U 2007-yil 13-iyulda Ispaniyada tug'ilgan. Otasi marokashlik, onasi esa Ekvatorial Gvineyadan. Shuning uchun Lamine Ispaniya, Marokash va Gvineya fuqaroligiga ega bo'lish huquqiga ega edi. Ammo u Ispaniya nomidan o'ynashni tanladi. Yamal yoshligidan Barselona futbol akademiyasi, mashhur La Masiada tarbiya topgan. Uning o'yindagi tabiiy iqtidori, tezligi va texnikasi murabbiylarning e'tiborini juda erta tortdi. U hali 16 yoshga to'lmasdan avval 2023-yil 29-aprelda Barselonaning asosiy jamoasida debyut qildi. Shu bilan u klub tarixidagi eng yosh futbolchiga aylandi. Yamalning pozitsiyasi hujumchi bo'lib, u qanotda o'ynaydi. Ayniqsa, chap qanotdan raqib himoyasini yorib o'tishdagi mahorati bilan tanilgan. U o'yin davomida nafaqat gol uradi, balki jamoadoshlariga ham aniq paslar bilan yordam beradi. 2023-yil sentyabr oyida Lamine Yamal Ispaniya terma jamoasi safida ilk bor maydonga tushdi va shu bilan Ispaniya terma jamoasining ham eng yosh o'yinchisiga aylandi. Oradan ko'p o'tmay u ilk golini ham urdi va tarixda terma jamoa uchun gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bugungi kunga kelib, Lamine Yamal millionlab muxlislarning mehrini qozongan, futbol olamining yorqin kelajagiga aylangan. Ko'pchilik uni Lionel Messining izdoshi sifatida ko'radi. Uning oldinda hali uzoq yo'li bor, ammo yosh bo'lishiga qaramay, u allaqachon yulduz darajasiga chiqqan.